O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari Rossiyada Yandex Taksida ofitsiant ishlash uchun ulardan samazanity bo'lishlikni talab qilyapti Yandex. Lekin O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari samazanity yoki parkoviy samazanity bo'lib ishlolmaydi. Ular faqat IP va undan tashqari yana bir zo'r yo'li bor. Shu yo'li bilan qilsalar, tipsaytrovsiz va подтверждение bo'ladi hamda ularga juda ham ko'p qulayliklar paydo bo'ladi. Qanday yo'li deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, aytib beraman. Rossiyani har burchagidan boshlab Yandex Taksida ishlayotganlardan -15 prioritet olib, tipsaytrovsizni подтверждение samazanity bo'l yoki IP och deb talab qo'yapti. Lekin Tojikiston, O'zbekiston fuqarolari samazanity, parkoviy samazanity bo'lib ishlay olishmaydi. Ular faqatgina IP ochsa bo'ladi. Lekin IP ochsangiz bu ko'p nalog to'lashga to'g'ri keladi va siz dohodingizni nalog ko'rishni boshlaydi. Agar sizda VNJ pasportingiz bo'lib, пособие olayotgan bo'lsangiz, bu narsani ola olmay qolasiz. Bunda qanday yo'li bor? Трудовой договор bilan parkka ulanish. Siz parkka водитель bo'lib qo'shilasiz, sizga park трудовой договор beradi. Shuni asosida siz -15 qaytara olsangiz bo'ladi va undan tashqari sizda трудовой договор bo'ladi. Agar patentingiz bo'layotgan bo'lsa, patentingizni cho'zishga, GAI to'xtasa, GAIga ko'rsatishga va Rossiya territoriyasida qonuniy yurishingiz uchun трудовой договор qilib olsangiz ham bo'ladi. Agar sizda pasportingiz bo'lib, siz пособие olayotgan bo'lsangiz, bu трудовой договор sizga ham juda qulay. Sababi bu трудовой договорda minimum oylik miqdor yozilgan bo'ladi. Sizga shugina налоговыйga ko'rinadi. Qolgan dohodingiz налоговыйga ko'rinmaydi. Agar sizga трудовой договор bilan parkka ulanish xizmati kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga yozsangiz, biz o'zimiz sizlarga yordam beramiz. 2-3 kun ichida трудовой договор tayyor bo'ladi. Buning asosida Yandex sistem tipsaytrovsiz подтверждение qilsangiz bo'ladi, hamda qolgan ishlaringizga ham bemalol ishlatib yursangiz bo'ladi. Ha, undan tashqari VNJsi borlar yil oxirida hisobot topshirishi kerak. Va biz agar ishlayotgan voditellarimizda VNJsi bo'lsa, yil oxirida ularga DVNDFL hamma hisobotlarini qilib beramiz, bemalol отчетlarini topshirsalar ham bo'ladi.